O'rta qara 26-aprel kuni Barsa bilan Real o'ynaydi. El Clasico. Na tribunada ne qilib o'tirsam, Yamal uralmayapti. 90-daqiqada shu 2-2 naqlashda bilishmayapti. Trener kelib turib, "Ukam ja 100 nurli ekan, futbol o'ynashni bilasanmi?" desa, "Ha, aka, men mahallada futbol o'ynab katta bo'lgan bolaman." desa, shu o'ynatsa-da, o'ynayapmiz keyin Yamal shunday pas bersa, primo kallada dang'ata gol urib qo'ysam-da, keyin kuchayib ketib, Irina Sheklar patpiska tashlaydi menga shu geliklar, Husanovlar. Klasikoga bilet qayerdan olasan? Ona bag'ayam bor. Oma qara, Toshkentga borsan, Toshkentda Ronaldo keladi. Ronaldo ukanja 100 nurli ekan, isming nima desa Jahongir desam, "Ukam, men senga bilet turib, birinchi qatordan bilet bersa, shuna bo'lib ketsa, kuchayib ketib qolardim. Men o'zi futbolist bo'lishim kerak edi." Qo'ya El Klasikoga Ronaldo senga bilet beraman. Undan ko'ra qarshilarni somsa ekan. Ona rostdan zo'r somsa. Maza qilish kerak. So'masdan. Qarshilagandi. Jahongir Qarsan somsani Farg'ona filiali festivali to'g'risida joylashgan ekan. Somsalarga ham gap yo'q. Qarada, bitta nomerga telefon qilsam bularga, "Aka somsa kerak" desam, "Biz uyga ham borib olib beraveramiz" deyishsa-da, tandirlar bilan borib olib bersa, issiqqina uydagilar bilan maza qilib deydi. O'sha bo'lib qolsa, rostdan. O'zi Qarsandan somsada bunaqa qulayliklar bor. Rostdan bormi? Nima necha? 95lik 008 08 08 ga telefon qiladigan bo'lsangiz, uyingizga borib issiqqina somsalar olib berishlari mumkin. O'zi fikrim o'qishyapti qarshilar somsadagilar. Qobil akaga borib turib shu fikrimni aytsam, "Ha, biz buni fikringizni o'qiganmiz" turib shogird qilsalar, vaynlarga tushirardim, mashhur bo'lib ketarmidim. Mayli.